Bir do'stim bor eslatadi bolalikni. Assalomu alaykum aziz do'stlarim, yaxshimisizlar? Sog'liqlaring yaxshimi? Nima deb o'ylaysizlar? Mana bu joylar qayerga qarashli deb o'ylaysizlar mana? Qaysi davlatga qarashli deb o'ylaysizlar mana shu joylarda mana? Ruhiy xotirjamlikka erishish uchun mana. Nima deb o'ylaysizlar? Qaysi joyda ekan shu joylar? Mana bu Yevropa emas bu. Bu Markaziy Osiyoda bitta davlatning ichida xolos bu joylar. Bu Tojikiston, Qirg'iziston emas bu. Bu O'zbekiston. O'zbekistonning tog'li joylari, qadrli joylari. Mana kelsangiz faqat dam olgani, shashlik qilib yeb ketgani, keyin oilaviy kelsangiz mazza qilib bir kun dam olib ketsangiz borib betlarda shunaqa mazza qilasiz. Shunaqa mazza qilasiz. Ayniqsa beta keyin bo'ri ham yo'q. Kechqurun. Ora-orada shu bitta ikkita itlar akillaganini eshitib qolmasiz. Lekin beta bo'ri degan narsani o'zi yo'q. Mana joylarga qaranglar mana. Chiroyli joylar. Umuman mazza qiladigan joylarda. Ammo bunaqa joylar kamdan kam uchraydi. 2000-3000 dollarda ayamasdan bir bekorga hali nima deydi? Bo'qda shikalat qilib ko'rsatgan joylarga pul sarflagani boramiz-u, ishlatgani, dam olgani boramiz-u. Lekin o'zimizni mana bu ona zaminda shunaqangi bir maskanlarda mana bu kurortning zona emas bu. Bu bironi yeri ham emas bu. Bu davlatga qarashli joylar. Lekin bemalol kirib, mana shashlik qilib, ovqatlar qilib, turli tuman narsalar qilib, oilaviy kelib 1-2 kun damingiz olib ketsangiz, undan go'zal, undan yaxshi narsa yo'q. Mana men umuman hayolimga kelmagan narsalarni ko'ryapman. Biz haligi Yevropani hali bir jozibali oynalardan qilingan bir ikkita palma daraxtlar ekib qo'yib deb osiltirib qo'ygan joylariga 1,5 dollar, 2000 dollar, kerak bo'lsa 5000 dollarlar ham ayamasdan boryapmiz-da. Lekin mana bu O'zbekistonimizdagi bunaqa joylarda mana toza havo mana. Toza havoli joylarga 200 ming, 300 ming pulni qizg'anamiz. Mana qaranglar. Avtobusda kelsalaring 5000 so'm ekan. 5000 so'mga kelasizlar. 5000 so'mga qaytasizlar. Bir kishi boshiga. Uni joylarga qaranglar mana. Hech kim sizga kelib turib, "Sen bu yerda nima qilyapsan?" demaydi. Mana bir ikkita shu ishlab chiqarish joylari bor ekan, shag'al ishlab chiqarar ekan. Shuna joylari bor ekan. Kelib turib o'choq yoqib, bitta shashliklar qilib, o'tlarda ovqatlar qilib, yeb mazza qilib ketadigan joy. Umuman mazza qilasiz. Men shuna mazza joylarda yuryapman-da mana. Vaholanki pul sarflamaysiz-da bu yerda. Shu yerda 2 kilo kartoshka, 1 kilo piyoz, 1 kilo so'zi, 4 ta noningiz bo'lsa, yarim kilo go'shingiz bilan yetib o'zingizga ortadi. Oilaviy bo'lsa ham bitta sho'rvani tashab qo'ysangiz mazza qilaverasiz. Birov kelib tursan, bunaqasan demaydi. Militsiya yo'q. Faqat shu chiroyli kelib damingizni olib ketadigan joylar.
hali oilaviy maskan. Mashina joylarda mana chiroyli joylar qilib mana o'tirib damiz olib, maza qilib ketganingizga yetmaydi. Yevropani dengiz ko'rmaganman deysiz. Dengizga boraman deysiz. Okean deysizmi? Baraka topkur. Agar o'sha borayotganlar, dam olgani borganlar, shuna joyda yurganlarni ko'rsangiz, duvorasida. Mani maslahatim kelinglar mana damda olinglar. Maza qilib yuringlar. Adirlarga chiqing mana, kamalanglar hali, varraylar uchirtiring bolalaringizga. Arzon. Ikkita bolangiz bilan kelsangiz, bitta ayolingiz bilan kelsangiz 10 ming so'm yo'l kerak ekan. 10 ming so'm qaytishingiz, 10 ming so'm ketishingiz. 20 ming so'm. Bolalaringiz bepul. Kirish joylari ham bepul. Ozgina shu yeb ichmoqqa narsa olsangiz, 1-2 kun maytlarda dam olsangiz, baqir-chaqir, qiy-chuv yo'q. Tinchgina. Mashinani o'rnatga olib qo'ying, meni parkovkaga qo'yib qo'ying demaydi. Domda yashaydiganlar, mahallada yashaydiganlarga qiy-chuv, baqir-chaqir yo'q. Shunaqa. Ayniqsa shopir akalarimizga radar yo'q. Radar yo'q bu yerda. Keyin mana joylar. Piyoda yurib chiqib kelaverasizlar. Hali sen oqsan, sen ko'ksan demaydi. Shunaqa. Mashinada kelsangiz mana Oltiariq, Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida ekan.